Aka, men sizga Keles Ko'kteredan $120,000 ga 8 sotixli xonadonimizni yer hisobida ko'rsataman. E'tibor bering, imoratda ko'cha tarafidan ko'rinishiga, oldilariga mevali daraxt ekib, chiroyli e'tibor berib qo'yishgan. Ko'chasiga e'tibor berasiz, tinch, sokin mahalla bo'pti. Asfaltli bo'lgan, gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Yon atrofidagi uchastkalarga ham e'tibor berasiz. Qaddi baland yaxshi uchastkalar joylashgan bo'pti. Ko'ktere bozorigacha 1 kilometr atrofida kirib kelasiz. Siz bilan xonadonni ko'rishda davom etamiz. 8 sotixli yer maydoniga ega bo'pti. Bismillah. 20 ga 40 fasati bo'ladi. Yo'ligimizga bemalol ikkita mashina sig'adi. Uni ko'rishingiz mumkin. To'ppa-to'g'ri burchak shaklida, hech qanaqa qing'ir qiyshuv joylari yo'q. Mevali daraxtlar ekib, bog' qilib qo'yishgan ekan, ko'rishingiz mumkin. Kelajakda farzandingizga 10 ga 40 fasat bilan 4 sotu alohida imorat qurish imkoniyati bor. O'ng tarafimizni ko'rishingiz mumkin. Hozirgi paytda oshxona sifatida foydalanishyapti. Navesdagi tapchalni qo'yib, juda ko'rkam xonadonga aylantirishgan. Naveslarga ham e'tibor berasiz. Yaqindagina naves qildim deyapti. Imoratda bu yoq ko'rinishiga e'tibor berasiz. Ikkiga bo'lingan holatda turibdi. O'ng tarafimizda ikkita xona, chap tarafimizda ikkita xona bo'ladi. Bolxonasidan xoli hovli tarafdan zina qiling, xoli imorat ichidan zina qilish imkoniyati bor. Chap tarafimizni ko'radigan bo'lsak, общий sanuzul joylashgan bo'ladi. Siz bilan o'ng tarafdagi imoratni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib. Yo tarafimizni ko'radigan bo'lsak, duh konturli kategoriyalar qo'yilgan. Tupli pol asosida xonadonimiz isitiladi. Birinchi xonamiz bu yotoqxona, ya'ni ota-onalar yotoqxonasi bo'pti. Navbatdagi xonamizni ko'radigan bo'lsak, keng razmerda zal joylashgan bo'ladi. Hamma narsasini sifatli mahsulotdan ishlatib, yaqindagina remont qildim deyaptilar. Siz bilan navbatdagi imoratni ko'rishda davom etamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yoq tarafidan rakursini hovlisiga e'tibor bering. Fayzli to'ppa-to'g'ri shaklida xonadon bo'pti. Chap tarafimizda imoratda o'tda ham ikkita xona joylashgan bo'ladi. Kirishimiz bilan bizani shunaqa remontlari yaxshi holatdagi zal kutib oladi. Ko'rishingiz mumkin. Chap tarafimizda sanuzul joylashgan, keng razmerda ko'rishingiz mumkin. O'ng tarafimizdagi xona bu, ya'ni ota-onalar yotoqxonasi bo'pti. Umumiy hisobda 8 sotixli yer maydoniga ega bo'pti. 4 ta xona, 2 ta sanuzulga ega bo'pti. Narxiga $120,000 so'rashyapti. Albatta yana tepasiga kelsangiz, kelishtirib savdo qilish imkoniyati bor. Bu videoni Keles Ko'ktere atrofida 8 sotixli fayzli chiroyli xonadon qidirganlar bo'lsa, shularga yuborib qo'yasizlar. Inshaalloh manfaatli bo'ladi. Egalar raqamini qoldiramiz. Bemalol kelib ko'rib, savdosi barakasini qilsanglar bo'ladi.